Assalomu alaykum, hurmatli podpisчиктар. Navbatdagi mashinamiz Trekker 2 mashina. Bu mashinamizda Laufen balonlarini sanaga kiritib berdik. 225 60 17 razmerda bo'ladi. Protektorlarni, durushlarini olib xabar qo'yasizlar. Balonimiz Vengriya mahsuloti bo'ladi. Navbatdagi mashinamiz Gentra mashina bo'ladi. Bu mashinamizda Charamxo brendidan 195 60 15 razmerda shunday yumshoq sifatli balonlarni sanaga kiritib berganmiz. Bu balonimiz 4 sezonli Charamxo'ning Chistin originali bo'ladi. Chinor 1. Hurmatli mijozlar, navbatdagi mashinamiz BYD Son Plus mashina bo'ladi. Bu mashinamizda Charamxo brendidagi 235 55 19 razmerda shunday yumshoq sifatli balonlar qilib berganmiz. Protektorlarni ahamiyatlar qo'yasizlar. Bonusini Suqo'y tumanlaridan urib taxlab beramiz. Hurmatli podpisчиктар, navbatdagi mashinamiz Nexus mashina bo'ladi. Bu mashinamizda Minerva brendidagi 195 65 15 razmerdagi yumshoq sifatli balonlar qo'yib berganmiz. Durushlarini, protektorlarni urib xabar qo'yasizlar. Hurmatli podpisчиктар, Hyundai Tucson mashinadan Charamxo balonlarini taqib berdik. 245 60 18 razmerdagi balon bo'ladi. Protektorlarni xabar qo'yinglar. İyi bonusuna Suqo'y tuman urib berdik. Görüşeceğiz için dumma zo'r ketdi mashina. Hurmatli podpisчиктар, ishlarimizdan boshlab olganmiz. Navbatdagi mashinamiz Onyx mashina bo'ladi. Bu mashinamizning o'zida rodnoy balonlarni o'tgan, bir de bularni olib tashlab, Minerva balonlarini sanab ketib qo'yamiz. 205 60 16 razmerda bo'ladi. Protektorlarni qo'yasizlar. Hurmatli podpisчиктар, navbatdagi mashinamiz Captiva mashina bo'ladi. Bu mashinamizda Laufen balonlarini sanab ketib berdik. 245 60 18 razmerda bo'ladi. Duruşlarına, protektorlarına bir bakasın qo'yasizlar. Nima uchun xizmatga kerak bo'lsa, hammangiz ishonchli kutib qolasiz.